Sentyabr o'zi 7 degani, lekin nimaga u 9-oy? Har yili butun dunyo Yangi yilni nishonlaydi, lekin kamdan kam odam o'ylab ko'radi, o'zi bu bayram qatdan kelib chiqqan? 1-yanvar har doim yilni boshi bo'lmagan, bilasizlar? Qadimda yil mart oyidan boshlangan. Shuning uchun oylarni nomi ularning raqamlariga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun sentyabr hozirgi 9-oy, o'zi 7 degani. Oktyabr 8 degani, noyabr 9 degani, dekabr 10 degan, lekin u hozir 12-oy. Nimaga unaqa? Chunki keyinchalik rimliklar yilni boshini 1-yanvar sanasiga ko'chirishdi. Bu sana Yanus, ya'ni 200lik boshlanishlar, yangiliklar va bir holatdan ikkinchisiga o'tish Xudosining nomiga bag'ishlangan edi. Yana bitta qaytaraman. Yanus, yanvar. O'xshashlik sezmayapsizmi? Ya'ni yilni aynan shu oydan boshlanishini nishonlash bu butparastlikka asoslangan qaror bo'lgan. Yanus Xudosiga e'tiqod va ramzlar bilan bog'liq bayram. Qiziq tomoni shuki, hatto nasroniylarning ham ayrim firqalar Yangi yilni nishonlashdan bosh tortar ekan. Bu bayramni butparast ildizlari bizning dinimizga zid va ma'lum bir urf-odatda keng tarqalib ketgani uni to'g'ri qilib qo'ymaydi deb aytishar ekan. Nasroniylar, siz musulmon birodarim, bu bayramni rimliklarning xudosiga bag'ishlanganligini bilib turib nishonlashni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Alloh, biz faqatgina senga ibodat qilamiz. Sen bizning yagona Robbimizsan. Lekin shu rimliklarni Yanus degan xudosi bor ekan, o'shanga bag'ishlangan kunni ham nishonlab beramiz-da endi. Lekin millionlab odamlar qilsa ham biz bu kuni ichmaymiz, chakmaymiz, harom ishlar qilmaymiz. Endi faqatgina shu oilamizning atrofida xursandchilikda ozgina nishonlab beraylik. Nima qilibdi endi boshqa xudoning nomiga bag'ishlangan bayram bo'lsa, la ilaha illalloh deyapmiz-ku, deb nishonlab urishni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Yoki sizning bahonangiz qanaqa? Izlaning va xolis bo'ling. Va ingliz tilini o'rganing. Barakallohu fikum.